Assalomu alaykum, hurmatli fermer akalar. Mana quvaga keldik. Ma'lumot berishadi. Mana fermer xo'jaligining rahbari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jalik rahbarlari. Men Farg'ona viloyati Quva tumani Qo'noq Farangiz fermer xo'jaligi rahbariman. Mana shu yerimiz 17 gektarlik paxta maydoni. Xitoy 57 navini ekkanmiz. O'sha 3 marta ishlov qildik O'zbekgum bilan. Mana holatimiz, paxtamiz tekis gulladi. Eng orqasida 5 ta, oldida 13 tadan shana oldi. Bu yerimizni o'rtalari qora sho'rida paxta uncha ko'tarmas edi. Sarafdan keyin ko'tarardi. Mana bu yil endi shu O'zbekgumni nimasi bilanmikin paxtamizda mana ko'taragi ham bo'ladi. Holat shu yer 17 gektar yer holat tekis. Endi Xudo xohlasa mana shu olamiz. Shu olib Xudo xohlasa yana bir marta sepish. O'zi Ilhomjon akam 2 marta dedi mana. Ko'palaring ham bo'ladi mana. Mana 5 tadan 13 tagacha hosil. Tekis gulladi. Mana gullari. Gulladi, tekis gulladi. Xudo xohlasa mana yana bir marta suvdan keyin yana bir marta suv sepmoqchi bo'lib turibmiz. Yana bir marta sepmoqchi bo'lib turibmiz. Xudo xohlasa. Bu Xitoy urug'i bu. Ilhomjon aka aytyapti, bu Xitoymidi deyapti. Yo'q, Xitoy urug'idi bu. Xitoy 57 navi. Juda zo'r bo'libdi paxtalar. Tekis, Xudo xohlasa mana tekis. O'sha valna bo'lib qolardi. Qora sho'rda o'rtasi. Valna bo'lib qolardi milliy paxta ekkanimizda. Mana bu yil shu O'zbekgumda ishlaganimiz uchunmikin tekisda paxtamiz. Bugun necha chисло? Bugun 17-iyun. 17-iyun 2025 yil 17-iyun. Xudo xohlasa ertaga suv olsak, 20 ga suvni qo'yib bo'lsak, Xudo xohlasa 1-iyulga yana bir marta sepamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Alloh barakasini bersin. Mana akalar, paxtamiz mana akamizni kindigidan kelib turibdi mana balandligi. Iyulda 17da paxta shu holatga keldi. Shanalari ham 13 ta, shu 5 ta, 13 ta, 13 ta. Eng oldida 13 ta. Eng oldida 13 ta shanasi bor. Kamida 5 ta. Kamida eng haligi qalinroq bo'lib qolgan joylarda. Past joylarida 5 ta, 6 ta. Qolgani 10 tadan kam emas. Hozir 17-iyun holatiga. Endi hosil endi oladi. Hali bu yana o'sadi bu paxta. Zo'r. Alloh barakasini bersin. Rahmat.